Xo'sh, endi men 19-darsga savatdoshlar, amsa mushniki. Kartonni bir ko'rib o'tgandan keyin, endi boshlasak. Okay, listen very carefully. What's the matter, children? We're tired. And thirsty, Mom. Sit down here. Are you all right now? No, we aren't. Look, there's an ice cream man. 2 ice creams, please. Here you are, children. Thanks, Mom. These ice creams are nice. Are you all right now? Yes, we are. Thank you. Okay, alright guys, have you finished? Andaqda 19-dars qaranglar. Tired and thirsty. Tired and thirsty. Tired degan abay o'rgan, tireddan erib ketdi. Shunama thirsty degan usab ketmek. Usab ham erib ketmek. Tired and thirsty. Xo'sh, hamiz qaranglar. Birinchi jumlani deb topsa, what is the matter, children? What is the matter, children? And the what nima is bo'lsa matter ish. Oy nim bo'ldi? Children bolalar. Oy bolalar sizlarga nim bo'ldi? Bolalar sizlarga nim bo'ldi? Demakchi bolalar nim bo'ldi sizlarga? Hey, what is the matter, children? Nim bo'ldi sizlarga? Demakchi hamda bolalar qattiq salpib quloqlari chiqib ketibdi shunami? Hey, what is the matter, children? Nim bo'ldi sizlarga? Okay. Yoki hamda ingliz tilida nima deymiz? What's wrong? Okay, what's wrong? Hey, what's wrong? Or wrong degan xato degan gap. What's wrong? Voy, nima xatolik bo'ldi? Demak, endi bir do'stlarning ko'ngli yerim yoki bir ishlar ta'ziz joyida bo'lmagan bir xil menda bir benormallikni sezganda, hey, what's wrong? Voy, nima bo'ldi sizga? Shunami? Voy, nima bo'ldi? Shunaqa. Yoki do'stlarning bir ko'namasligi mumkin yoki bir ko'ngli yerim bo'lib qolgan va yoki ba'zi ishlar taz oqmay taz parishon bo'lgan holda what's wrong yoki what is the matter? Voy, nima bo'ldi sizga? Demak, hamda shu bir nima bo'lganligini so'raydigan gapga what's the matter and what's wrong. Hamda do'stlarning ana kasal bo'lib qolganini what is the matter deb so'raymiz. Agar hamda kasal ko'rsatgan kirgan doktorlarni deb so'raydi, what is the matter? What is the matter? Hey, what is the matter with you? Voy, sizga nima bo'ldi? Demak, endi mishalki, what is the matter? Nima bo'ldi sizga? Demak, boshqalardan hamda shu ishning ahvolini, sababini so'raydigan gapga yoki nima der ekanmiz? What is wrong? What is wrong? Okay, endi debdi we are tired and thirsty, Mom. Okay, endi mishalki and deganimiz hamda degan gap, biz tired bo'lib ketdik, biz erib ketdik. We are tired. And hamda nima? Thirsty. Ham usabmi ketibdi, ham erib ketibdi, shunami? Ham usab ketibdi, ham erib ketibdi. Okay? Endi siz erib ketdingizmi? Deganda-chu. Are you tired? Usab ketdingizmi? Are you thirsty? Okay, men usab ketmadim. I'm not thirsty, lekin erib ketdim desak, but I'm tired. Hamisharga but but lekin biroq degan gap. Endi sababini vallah men erib ketdim, biroq usab ketmadim. Okay, masalan, I'm tired, but I'm not thirsty. I'm not thirsty. Men qanaq ketmadim, usab ketmadim. Okay, demakchi, hey, what is the matter? Voy, nima bo'ldi? I'm tired. Yoki I'm thirsty. Yoki I'm thirsty, I'm tired. Men erib ketdim, men qanaq ketdim, usab ketdim. Xo'sh, hamsa endi debdi sit down here. Okay, sit down. O'tiring shunami? Sit down here. Voy, men yerga o'tiringlar. Endi men buyruq jumla bo'lsa, xohlashlar. Shunga sizlar deb deganda yoshirin kelsinmi, qanday desanglar sit down. Okay, sit down here. Okay, sit down here. Okay, and are you all right now? Okay. Are you all right now? And all right deganda bir bo'lib qolgansizlar, bir yaxshi bo'lib qolgansizlar, hamda bir baland bo'lib qolgansizlar. Erib ketdik deganda hamda o'rtaqizda shunami? Bir hamda bir yaxshi bo'lib qolgansizlar. Deydi shunami? Demakchi all right. Yoki nima desanglar, are you okay?
Okay, ama are you okay? Qanday ishiltirib da mashinada ketib gom bir narsa qo'yib birasini. Yoki motor velosipedga birisini so'qib o'tib berib, "Hey, are you okay?" Voy siz saqma degan gap bo'ldi. Voy siz bir saqma yoki brash bo'lmagando sizga. O'sha holda are you okay? Are you okay? degan ishiltimiz ma'no bilan yaqinmi. Are you all right? Endi ba'zida are you all right? Voy siz brash bo'lmagando degandaka. Yoki are you okay? Nima? Endi bir do'stlaringlar yiqilib ketdi, shunami muzg'ib tayilib. Shu vaqt nima? Are you okay? Ey, sen saqmi? Sizga brash bo'lmagandi deganda are you okay? And are you all right? Endi bir yaxshi bo'lib qolgansizlar, endi shunami? Are you all right? Demakchi shu yoki kasallikka yo bir ahvolda nima yaxshi bo'lib qolishdan are you all right? Hey, are you all right? Yaxshi bo'lib qolgansiz? No, we aren't. Hoy, yaxshi bo'lib qolgansizlar desa no, we aren't. Yo'q, biz yaxshi bo'lib qolmadik. Demakchi ularning texnik usulsizligi, ularning nimasiga qanday qilmoqda baqat besmabdi shunami? No, we are not. Va yo'q. Biz qandaymidik, yaxshi bo'lmadik. Look. Okay, qarang. Shunami? Look. Okay, there is an ice cream man. Okay, there is an ice cream man. Oh, yeah, bir nim bor ekan, ice cream. Endi misharga there is deganimiz nima dersanglar, bor degan gap asosida jumlada. Masalan, there is a book. Voy bir kitob bor ekan. There is an ice cream man. Endi bir morojni sotuvchi odam bor ekan. Yoki bir morojnichi bor ekan, deydi. Okay, there is a policeman. Ayada bir nim bor ekan. Arsaqchi bor ekan, tushunami? Okay, there is deganimiz endi there degan oya degan gap bor bo'lsa, tushunami? Oya bo'lsa degan gap ham deydi. Lekin endi bu uyg'urcha tarjima qilsak, buniki ma'nosi nima desanglar bor degan gap. Masalan, bu uyda bir tal kompyuter bor. You know, there is a computer in this room, tushunami? Bu uyda bir nima desanglar, bu uyda bir kitob bor. There is a book, tushunami? Masalan, ustalning ustida bir tal qalam bor deganda ko'rsanlar, there is a pen on the table. Okay, on the desk deganda ekan. Ammo shu there is degan jumla shaklini demak bor degan gap ekan. Bugun jumlani o'rganib turinglar. Biz keyingi darsligimizda nihoyatda tafsili, nihoyatda pishqalli jumlalar bilan o'rganamiz. Xo'sh, keyingisi nima ekan desanlar, 2 ice creams please. And the ikki nima deydi? Morojni bersiniz. Hamda to'liq shaklda nima desangiz, give me, menga bering 2 ice creams please. And give me 2 ice creams please. Hamda ikki tal morojni bersiniz. Endi to'liq shakli buniki hamda ikki morojni bersiniz shunami? Hamda yig'iz tilda qisqarib 2 ice creams please. Abi ikki morojni bersiniz. Shunami? Ice creams shu akeni qanday qildi? Asqatildi. Here you are children. Ballar kerak. Here you are children. Mana ballar. Okay, thanks mom. Ballar endi oy rahmat opa. Okay. These ice creams are nice. Okay, endi qaranglar. These degan musharaka nimani o'tgan zaman shakli desanglar, this. Okay, men this deganimiz nima? Bu degan gap bu. Oldimizga masalan this bir tal narsani bu deb ko'rsatamiz. Agarda ko'plik bo'lib qolsa, o'zimizga yaqin yana ko'plik bo'lib qolsa, these bular. Tushunami? Endi mana ikkita ice cream bo'lsa, these ice creams. Bu morojnilar are nice night, payzikin, balankin, obdankin, tushunami? These ice creams are nice. Okay, bu morojnilar balankin. Are you all right now? Okay, endi bir yaxshi bo'lib qolgansizlar, ammo keyindiki now, okay? Bu yerga now degan hozir, endi degan gap bo'ldi. Voy be endi bir baland bo'lib qolgansizlar. Demak, are you all right now? Okay. Are you all right now? Are you all right now? Endi bir yaxshi bo'lib qolgansizlar desa. Yes, we are, thank you. Yes deganimiz nima desanglar? Ha, shunami? Yes, we are. Biz yaxshi bo'lib qoldik, shunami? Thank you. Voy, rahmat sizga. Yes, we are. Yes, we are. Thank you.
Yes, we are. Thank you. Demek ki bir şeylerke ma ikki köplük olgan ekanime. Agar men yaxshi bo'lib qoldim desa, yes I am. Are you all right now? Endi mana shu qilmaymiz va unique ham birlikmi bo'ladi, ham ko'plikmi bo'ladi. Masalan, are you all right now? Yes I am. Men yaxshi bo'lib qoldim. Endi are you all right now? Yes we are. Sizlar yaxshi bo'lib qoldinglarmi desa, biz yaxshi bo'lib qoldik. Rahmat. Okay, endi sama tekstni bir o'qib o'taylik savollar. Qaranglar, tired and thirsty. What is the matter, children? We are tired and thirsty, Mom. Sit down here. Okay, sit down here. Okay. Are you all right now? Are you all right now? Am sizlar yaxshi bo'lib qolgansizlar? No, we aren't. Look. There's an ice cream man. Okay. 2 ice creams, please. Here you are, children. Thanks, Mom. These ice creams are nice. Are you all right now? Yes, we are. Thank you. Okay. Sağolashlar. Endi shu tekstni bo'lsa qanday sanlar intayim pishiq bir yodlab o'tinglar. Yodlashdan usul qanday sanlar. O'zingizlar bir 5 qatim avval ullik o'qiysizlar. O'qib bo'lgandan keyin hamda qo'lqonli bo'lsa, o'shaniki MP3 nusxasi bo'lsa, anglabcha shunga agishib to'g'rab o'qinglar. Kuchli agishib to'g'rab o'qinglar. Bir 10 qatim bir pishiq o'qidek bo'lib bo'lgandan keyin, ondan keyin endi yana nima desanlar, nayati kuchlik qo'lqonlarni aytib olib, masalan, maqliq. Ondan keyin 4-5 qatim o'qib o'tgandan keyin ondan keyin yodlanglar. Ondan keyin endi yodlaganda bo'ladi, tarjima qilishni qanday qilmanglar desanlar, bekara tarjimaga eslab olmanglar. Shunday qilsanglar, sizlarniki keyingi o'rganishinglar yaxshi bo'ladi. Avval yodlab olib, ondan keyin qanday qilinglar desanlar, tarjima qilinglar. Okay? All right, that's all for today and see you next time. Goodbye.